O bolla oylik tushdi, menga 5 million tushdi. Menga 5 million tushibdi. Menga 7 million. Senga nega 7 million tushdi? Zo'r ishlaganimga bo'lsa kerak edi. Oylik vaqtda tushadi. Shuni oyliga qo'shib 2 kilo hammamiz uyimizga banan berib yuborsa bo'ladi-yu. Endi oyimlar yaxshi ko'radilar-da. Mazasi ham zo'r, yumshoqqina. Shuning uchun banan bor-ku, 2 kilo biz kamayib qolmaydi-yu. Mirzohid, Labbi xo'jayin. 100 ga 2 kilo banan olib keting. Ya nimaga? Chunki onangizlar bizani bananni yaxshi ko'rar ekanlar. Banan zo'r, eng shirini-da. Bo'ldi, shuti oramizda quloq bor. Men nima gap gapirsam, xo'jayin xabar topibdilar. Qayerdan bilib bilmadim. Sekretning kamera bo'lsa kerak edi. Men ham bugun javob so'ramoqchi edim, obeddan. Qizim bilan uchrashuvim bor Toshkent restoranida. Nima bahona qilasan? Tishim og'riyapti, nima javob bersalar kerak? O, zo'r bahona. Xo'jayin, bugun sizdan obeddan keyin ruxsat so'ramoqchi edim. Ha, tishingiz og'riyaptimi? Ha, qayerdan bildingiz? Ha, tishni bahona qilib qizingiz bilan uchrashuvga sekin bormoqchisiz. Qaysi restoranda ko'rishimni ham bilasizmi? Ha, Toshkent restoranida. Ha, o'rtoq charchadingmi? Charchadimi? Ko'rmaysam ertadan xo'jayin ishi taxlab tashlaydilar. Undan ko'ra, erta darvozadan kirayotganimda bir kursga kofe bermaylarmi? Ichim baza qilib ajib tetib bo'lmaysizmi? Ishni yor tashamaymizni. Siz kelamang. Mirzohid, keldingizmi ishga? Men kofeni ichib oling. Nimaga bu? Ertalabdan kofe ichsangiz tetiy bo'lib ishlayapsiz. Qani bir ko'ringlar-chi? Yo'q, xo'jayin qayerdan bilib qo'yaptilar? Nima gap gapirsam, hammasi xabar topyaptilar. Kimdir gap yetkazib oramizda. Quloq bo'lsa kerak. Yo, xo'p, quloq bo'lsa ham qanaqadir sezishimiz kerak-ku. Kalaman uchi bo'lish kerak-ku. Voy bolalar oylik tushdi, menga 5 million. Menga ham 5 million. Ha, menga bu safar 8 million tushibdi.